Bu g'orda nimadir bor. Sandiq ichidan bilish mumkin. Olmoslar bo'ldi, men boyman. Minecraft endi men boyman. Bu tushum ekan-ku. Tushda ham maza qilmaydi. Bu kitob qayerdan keldi? Qayerda bilish mumkin? Qani, uyning ostida sirli yo'l bor. Ushbu yo'l berkitilgan. Uni yer blok bilan berkitishgan. Hurmat bilan do'sting. Meni do'stim bor ekan qishloqda. G'alati. Chota nimadir netto. Balki sen bilarsan, qo'y. Yo'q. Balki mana bu yerdir. Yo'q, bu avvaldan kovlangan. Bu yerda hech qanday yo'l yo'q. Nimadir bo'lyapti. Chota Minecraft'im ham qotib qoldi. Nima bo'lishi mumkin? Men bosib pastni bir tekshirib ko'raychi. Bu yerda ham hech narsa yo'q. Men ham hayronman. Menimcha qog'ozda shunchaki kitobda aldab yozishgan. Odamni ermak qildirish uchunmi, lekin kim tashlab qo'ygan bo'lishi mumkin. Meni qishloqda do'stim yo'q edi. Balki bu Herobrine'dir, ha? Bu Minecraftda Herobrine yo'q. Uni qishloqlardan so'rab ko'rish mumkin. Hech narsa, to'xtachi. To'xta. Nega bu yerda ikkita yer bloki qo'yilgan, ha? Nimadir bo'lishi mumkin. Shu yerda nimadir bu? Buni hozir tekshirib ko'rishim kerak. Lyuk qutisi. Lyuk. Men yo'lni topdim. Xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Qanaydir g'alati joymi? Nega atrofim to'la bunday narvon va g'alati chiroqlar? Bu sandiqlarda nima bo'lishi mumkin? Qurollar. Bu yerda oldin mafiya yashaganmi? Yo oldin harbiylar yashaganmi ba'za? Uyimning ostida shunday narsa borligini o'zim ham bilmagan ekanman. Qoyil. Zo'r. Ajoyib. Bu sandiqlarda nima bo'lishi mumkin, ha? Markazdagi sandiqlar menga yo'q. Bu sandiqda qurollarning iqtidorlari bor ekan. Bu nima qilish kerak? Sirazi chopish kerak. Sirazi PUBG'dagi debitsizlikni qilamiz. Sekin. Bu sandiq nima bo'lishi mumkin? Menimcha bu sandiqda balki olmos bordir. Bunda ham qurollar ekan, lekin kuchli qurollar. Pulemyot, snayper bu. Bu sandiqda menimcha oltin bor. Olmosmi? Sirazi bu zo'r narsa. Lever, ya'ni tutqich. Tutqich nima kerak? To'xta, bu eshikda nima bor, ha? Bu yondagi eshikda. Yaxshi ko'rinmadi, sal orqaroq o'tsam ko'rinadi. Avtomobil, mashinalarmi? Tushundim. Bu eshikni ochish uchun kerak ekan. Sirazi bunday qilamiz. Eshikni ochib bir qarab ko'raylikchi. Mana. Chotki mashinalar-yu. Bo'ldim, men boy bo'ldim. Uyimda ostida shunday narsa bor ekan. Mana bu yerdagi qutida nima bo'lishi mumkin? Mana buni omadisi bo'ladi. Tushimda ko'rganim o'ngimda 2 barobar bo'lgan holda chiqdi. Lekin bir narsa menda qiziq. Nega bu yerda bu narsalar yotibdi? Bu yerda nimadir bo'lgan. Demak, bu yerda ilgari qandaydir voqea sodir bo'lgan. Men buni tagiga albatta yetaman. Men qishloqning oqsoqolidan so'ragan holda bu yerda nima bo'lganini bilaman. Bu endi mening asl sinovim. Bu mening endi haqiqiy missiyamdir.